Oyiga $3600 maosh taklif qilishgan. 2,3 barobarga ko'proq. Qolgan 3 tasi Qozog'istonda, 2 ta Buyuk Britaniya, Polsha, Singapur. Bundan 4 oycha avval menga Telegramdan yozishdi. Telegram rekruteri menga ish taklif qildi. Suhbat vaqtini belgiladik, suhbat boshlandi va suhbat davomida ular menga savol berdi. Ingliz tilini bilasizmi? O'zbeklarning uyida qurilish hech qachon tugamagani uchun men ham qurilish fonida video olishga qaror qildim. Men ingliz tilini bilaman, lekin top darajada emas. IELTSdan 2, 3, 4 olishim mumkin. Eng qizig'i shundaki, men Telegramga ishga topshirmaganman. Ular o'zi meni topgan, bog'lanishgan va yozishdi. Xo'sh, ular qanday meni topgan va nima uchun aynan menga ish taklifini yuborishdi? Bugun shuni ko'rib chiqamiz. Hammamizga ma'lumki, LinkedIn nomli platforma bor. U platformada siz o'z profilingizni yurg'izishingiz mumkin. Ular meni LinkedIn orqali topgan va bugun LinkedInni to'g'ri to'ldirish haqida gaplashamiz. LinkedIn ma'lumotlariga ko'ra, hozirda O'zbekistonda 900 mingdan ortiq aktiv profillar mavjud. Bu unchalik ko'p emas, lekin 2022-yildagi 380 ming bilan solishtiradigan bo'lsak, 2,3 barobarga ko'proq odamlar yildan yilga LinkedIndan aktivroq foydalanishmoqda. LinkedIn yordamida har daqiqada 6 kishi ish taklifini oladi va hozirgacha umumiy qiymatda oladigan bo'lsak 122 million kishi LinkedIn orqali ish topgan. Adashmasam 4 yilcha avval LinkedInda o'z profilimni ochdim va to'ldirmadim. Ish takliflari qachon tushib boshladi? LinkedInda o'z profilimni to'ldirganimdan boshlab. Xo'p, LinkedInda profilni qanday to'ldirish kerak? Birinchi o'rinda rasm. Agar to'g'ri rasm qo'ysangiz, sizlar profilingizdagi ko'rishlar soni 21 barobarga, sizga keladigan SMSlar soni esa 36 barobargacha oshadi. Photofiller xizmati 60 mingdan ortiq profillar ustida, shaxslar ustida tadqiqot o'tkazgandan keyin shuni aniqlaganki, jilmayib tushilgan suratlar jilmayib tushilmaganlariga qaraganda 136% ga ko'proq ko'rilar va ushbu xodimlarga ko'proq ish takliflari tushar ekan. Yana bir statistika bor. Rekruterlar sizni rasmingizni ko'rish uchun o'zini 19% vaqtini sarflaydi. Bu esa 5 dan 1 qism vaqt aynan rasmga sarflanadi degani. Shuning uchun rasmni to'g'ri qo'yish juda ham muhim. Qanday rasmlar to'g'ri keladi-yu, qanday rasmlar to'g'ri kelmaydi? To'g'ri kelmaydigan rasmlar bu do'stlar davrasida o'zingizdan tashqari yana kimdir tushgan rasmlar, yoningizda tushgan rasmlar to'g'ri kelmaydi. Oilaviy do'stlar bilan dam olishdagi suratlar to'g'ri kelmaydi yoki siz rasmiy bo'lmagan plyaj kiyimida tushgan bo'lishingiz, quyoshdan to'sib turuvchi qora ko'zoynakda tushgan rasmlar ham to'g'ri kelmaydi. Qanday rasmlar to'g'ri keladi? Imkon qadar rasmiy, ya'ni qora kostyum shim yoki o'tkir ko'k kostyum shim yoki zamonaviyroq futbolkada tushilgan va jilmayib tushilgan rasmlar profil uchun to'g'ri keladi. Juda ham uzoqdan emas, taxminan portret va byust ko'rinishida tushgan bo'lsangiz, nur ustiga nur. Ikkinchi muhim narsa bu headline. Headline'da siz 220 tagacha simvol bilan o'zingizni imkon qadar ko'proq yoritib berishingiz kerak. Misol uchun meni profilimni headline'iga qaraydigan bo'lsak, o'zbek tilidagi birinchi copywriting kitobi muallifi, Iman'da kreativ menejer va Yandexda konsultant deb yozilgan. Bundan tashqari ishlagan kompaniyalarim nomlari keltirilgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, 41% insonlar LinkedIn'dagi headline'ni juda ham muhim qism deb hisoblashadi. Headline'da siz imkon qadar o'zingiz haqingizda kim bo'lib ishlaysiz, qayerlarda ishlagansiz va qanday natijalar olib kelgansiz, shuni ko'rsatishingiz mumkin. Meni profilimda natijalar ko'rsatilmagan bo'lsa ham siz 6 yillik tajribaga ega marketing direktori, savdoni 3 barobarga oshirganmiz deb keltirishingiz mumkin. Endi 3-chi qismga keladigan bo'lsak, bu ish tajribasi, experience deyiladi. Ish tajribasida ko'pchilik ishlagan joyi va lavozimini ko'rsatib qo'yadi xolos. Asli u yerda siz ishlagan muddatlaringiz, lavozimingiz, agar lavozimingizda o'sish bo'lgan bo'lsa, o'sishni ko'rsatishingiz kerak va har bir lavozimda qanday yutuqlarga erishganingizni imkon qadar raqamlar bilan aytib berishingiz kerak. Masalan, men kelgunimcha savdo oyiga $100,000 bo'lgan, men kelganimdan keyin $178,000 o'sdi, ya'ni 78% ga o'sdi. Shu kabi experience'larning, tajribangizdagi raqamlarni aytishingiz kerak. Aynan siz kompaniyaga qanday yordam berganingizni har bir lavozimingizda ko'rsatib borishingiz kerak. 4-inchisi ko'nikmalar.
LinkedIn sizga 100 ga yaqin ko'nikmalar qo'shish imkonini beradi, ammo odatda 20 tadan 50 tagacha qo'shilgan ko'nikmalar yaxshi natija beradi. Xo'sh, ko'nikmalarga nimalar qo'shiladi? Masalan, copywriter bo'lsam, men UX writing, redaktura, korrektura, tarjima kabi, reklama yozish kabi ko'nikmalarni qo'shishim mumkin. Bundan tashqari Microsoft Office dasturlari, Excel, Word kabilarni ham qo'shishimiz mumkin. Ko'nikmalarni tasdiqlash funksiyasi ham bor. Agar ko'nikmalaringiz do'stlaringiz tomonidan tasdiqlansa, bu yanada yaxshiroq. 5 tadan ortiq ko'nikmasi tasdiqlangan kishilarning profillari 17 barobar ko'proq prosmotr, ya'ni ko'rishlar sonini oladi. Ularga esa rekruterlar 33 barobar ko'proq murojaat qilishadi. Do'stingizdan so'rang, u sizni ko'nikmangizni tasdiqlab bersin va albatta bu yerda haqqoniylik bo'lishi zarur. O'sha ko'nikma sizda bo'lishi kerak. Profilimni to'ldirganimdan so'ng men 2 yil ichida 25 dan ortiq ish takliflarini olganman. Bu kamdek tuyulishi mumkin, lekin har oy stabilni bitta ish taklifi bor degani. To'g'ri, ayrim hollarda olmaganman ish taklifi, ayrim hollarda 2 ta yoki 3 ta ish taklifi olgan bo'lishim mumkin. Endi qiziq tarafiga o'tamiz. Bu ish takliflaridan atigi 9 tasi O'zbekistonda, qolgan 3 tasi Qozog'istonda, 2 ta Buyuk Britaniya, Polsha, Singapur, Belarus, Rossiya kabi davlatlardan ham ish taklifini olganman va bularning ichida eng yaxshi maosh to'lamoqchi bo'lganlar oyiga $3600 maosh taklif qilishgan. Xo'sh, bu ish takliflari qayerdan paydo bo'ldi? Bu profilni to'g'ri to'ldirilganligidan paydo bo'lgan deb o'ylayman. Buni tadqiqot o'tkazib ko'rdim. Kichikroq bir tanishim ishsiz edi. Uni profilini to'g'ri to'ldirdik va u ham 2 oy ichida 5 ta ish taklifi oldi. Bu ish taklif qilganlarning ichida Bigmart.uz, Korzinka, O'zbekkosmos kabi katta kompaniya yoki davlat tashkilotlari ham bor edi. Demak, profilni to'g'ri to'ldirsak, u ishlaydi. Endi profilni to'ldirishdagi xatoliklar haqida gaplashamiz. Birinchi xatoliklar founder yoki CEO deb yozib olish. Biz juda ham ko'p kuzatamiz. LinkedInda qanaqadir kichkinagina burgerxonasi borlar ham, burgerxona asoschisi, burgerxona direktori kabi lavozimlarni o'ziga o'ylab topishadi. Albatta bu noto'g'ri. Siz adekvat yondashgan holda o'zingizni ko'rsatishingiz kerak bo'ladi. Endi ikkinchi xatolik profilni to'g'ri to'ldirmaslik. Shunchaki muddatlar, sanalar va lavozimlarni qo'yib qoldirib ketish. Uchinchi xatolik juda ham yengil-yelpi mavzularda yozaverish, xuddi Instagramga o'xshab. LinkedInda siz qandaydir juda ham yengil mavzularni ko'taraverishingiz yaxshilikka olib kelmaydi. Shunchaki siz insonlar e'tiboridan qolasiz va jiddiy qabul qilinmay qo'yasiz. Buni o'rniga siz sohangiz bo'yicha tadqiqotlar, ilmiy izlanishlar yoki jiddiyroq maqolalar yozadigan bo'lsangiz, siz mutaxassis sifatida ham e'tiborga tusha boshlaysiz. Endi keyingisini aytadigan bo'lsak, bu xatolik ham deyilmaydi. O'zbek tilida profil yurg'izish. O'zbek tilida profil yurg'izish albatta juda ham zo'r. Lekin siz xalqaro bozorga chiqmoqchi bo'lsangiz, ingliz tilida profil yuritishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ingliz tilida yozilgan maqolalar sizni xalqaro bozorda kengroq ko'rilishingizni, variantlar ichida bo'lishingizni ta'minlaydi. Hozir juda ham bir ajoyib xotira bor. Men Polshadagi kompaniya bilan suhbat belgilaganmiz, suhbatdan o'tdim, hammasi yaxshi, ajoyib maosh taklif qilishdi va menga topshiriq berishdi. Men do'stimni to'yida edim va topshiriqni bajarishga ulgurmadim. Shu tariqa bu ishimiz o'xshamagan. Bundan tashqari ham juda ham katta kompaniyalardan ish taklifi olganman va LinkedInda hali ham ish takliflari olib turaman. Demak, to'g'ri to'ldirilgan profil bizga nafaqat ish takliflari, balki o'zimizni mutaxassis sifatida kengroq ko'rsatishimizni ham ta'minlaydi deb o'ylayman. Endi obunachilarga qisqagina murojaat. Men YouTube kanalimda faqat o'zimning tajribamdan o'tgan videolarni ulashib boraman. Keyingi videomiz phishing haqida, ya'ni sizdan pullarni o'marilishi haqida bo'ladi. Agar ko'rishni istasangiz obuna bo'ling va o'zingizda LinkedIn bilan bog'liq bo'lgan narsalarni izohlarda qoldiring. Hammaga xayr, rahmat, salomat bo'linglar.